Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan navbatdagi milliy sertifikat testimizni ko'rib o'tamiz. Demak, bizga x ni 4 teng 11x minus 6 taqsim 6x minus 1 ko'rinishdagi tenglama berilyapti. Ushbu tenglamani yechishimiz kerak ekan. Demak, biz buni yechishimiz uchun mahrajimizni tenglikni chap tomoniga, chap qismiga proporsiya qilib yuboramiz. Demak, x ni 4-si ko'paygan, bu 6x minus 11imiz o'tyapti. Mana ko'paytma o'tdi. Tenglikni chap tomonida faqatgina 11x minus 6 ni o'zi qoldi. Demak, endi biz buni qavsning ichini ochib chiqamiz, ya'ni ko'paytirib chiqamiz. 6x ni 5-darajasi minus 11x ni 4-darajasi teng. Mana x ni 4-sini bunga ko'paytirib chiqdim. 6x ni 5-si minus 11x ni 4-si. Endi tenglikning o'ng tomonidagi, ya'ni 11x minus 6mizni shunday yozib qo'yamiz. Xo'p. Endi tenglikni chap tomoniga hammasini olib olamiz. 6x ni 5-si minus 11x ni 4-si minus 11x minus 6 teng 0. Ko'rinishdagi tenglama hosil qilib oldik. Endi 6miz plyus bo'lib o'tadi. Uzr. Endi biz bu yerdan ikkovidan, ya'ni ikkala chekkasidan 6ni chiqarib olamiz. Qavsning tashqariga 6ni chiqarsak, x ni 5-si plyus 1. Bu ikkovidan minus umumiy ko'paytuvchi 11x ni qavsning tashqariga chiqarib olsak, qavsning ichida x ni kubi qoladi plyus 1 teng 0 ga. Ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ldi. Endi x ni 5-si plyus bu 1 ni 5-si deb tasavvur qilsak bo'ladi. Bu x ni kubi plyus 1 ni kubi deb tasavvur qilsak bo'ladi. Endi qisqa ko'paytirish formulasidan tog' darajalilarda yoyish formulamiz bor. 6 ko'paygan x ni 5-si degani x plyus 1 ko'paytirilgan. Bu darajamiz bittaga kamayadi. X ni 4-si endi minus x ni kubi 1 ahamiyatsiz bo'lib qolyapti bu yerda. Shuning uchun 1 deb yozmayapman. Plus x ni kvadrati. Ya'ni x ni juft darajalarini oldi plus, tog' darajalarini oldi minus bo'ladi. Minus x oxirida 1 ni 4-darajasi kelishi kerak. U 1 degan. Minus 11x ko'paygan. Bu ham 1 da kubi bo'lganda x plus 1 x kvadrati minus x plus 1 ko'rinishiga yoyiladi. Xo'p, endi umumiy ko'paytuvchi qilib hammasida x plus 1 bo'lib qoldi. X plus 1 ni qavsning tashqariga chiqarib olamiz. X plus 1 chiqib ketsa, qavsni ochamizda 6 bilan bu qolyapti. X ni 4-si minus x ni kubi plus x ni kvadrati minus x plus 1. Endi bu chiqib ketsa 11x qolyapti. 11x ko'paytirilgan x kvadrati minus x plus 1. Qavsni yopamiz teng 0 ga. Xo'p, ko'paytma shakliga keltirib oldik. Demak, qarasak x plus 1 ga qandaydir bu ko'p qat ko'payyapti. Demak, ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun alohida 0 ga tenglash kerak. X plus 1 teng 0 galigidan x teng minus 1 degan biz bitta ildizini topdik. Tenglamani. Demak, bu bo'ldi. Ya'ni bitta ildizini topdik. Minus 1 ekan. Endi buni qavslar ochib chiqamiz. 6x ni 4-si minus 6x ni kubi plus 6x ni kvadrati minus 6x plus 1. Endi xo'p, plus 1 emas, 1 ni oldiga ko'paytirsak oldi bo'ladi. Endi minus 11x ni ichkariga ko'paytirsak 11x ni kubi o'rta plus 11x ni kvadrati o'rta minus 11x teng 0 ga. Xo'p, endi o'xshashlarini ixchamlab olamiz. 6x ni 4-siga sherik bo'lmaganligi uchun bu shunday yoziladi. Bunga lekin sherik bor. Minus 17x ni kubi
bu bilan bu ham qarasak 17 x ni kvadrati, bu bilan bunga qarasak ham minus 17 x. Xo'p, plus qarasak 6 ni o'zi qoldi. Xo'p, qaraydigan bo'lsak 4-darajali tenglama hosil bo'ldi. Endi bu 4-darajali tenglamani qanday yechamiz? Qarasak, ikkita chekkamiz 6, ikkita o'rtamiz minus 17 dan. Ya'ni qaytma tenglama hosil qildik. Qaytma tenglama bo'lganligi uchun qaytma tenglamalarni 4-darajalisi bo'lsa x ni kvadratiga bo'lib yuborish orqali yechamiz. Demak, buni x ni kvadratiga bo'lib yuborsak 6x ni kvadrat qoladi. Buni x kvadratga bo'lsak 17x qoladi. Buni x kvadratga bo'lsak faqatgina 17 qoladi. Buni x kvadratga bo'lsak 17 taqsim x bo'ladi. Plus 6 taqsim x kvadrat. Ko'rinishidagi tenglama hosil qilib oldik. Endi o'sha ikkita chekkani bir-biriga yonma-yon qilib yozganimizda 6 xavfdan tashqariga chiqib ketar ekan. X ni kvadrati plus 1 taqsim x ni kvadrati ko'rinishdagi ifoda hosil bo'ldi. Endi bu ikkalasi ikkita chekkamizdan minus 17 ni xavfdan tashqariga chiqarib olsak x plus 1 taqsim x hosil bo'ldi. Oxirida 17 ni bemalol yozib qo'ysak bo'ladi. Ozod son bo'lganligi uchun. Xo'p, endi qaraydigan bo'lsak, bizda a kvadrat plus b kvadrat ifodasi hosil bo'ldi. A kvadrat plus b kvadratni bunga o'xshatish uchun a plus b ni qavs kvadrati minus 2ab formasidan foydalanamiz bundan. Demak, ikki yozyapman. 6 ko'paytirilgan bu x plus 1 taqsim x ni x plus 1 taqsim x ni qavs kvadrati minus 2ab. 2 ko'paygan ab bir-biriga ko'paysa yo'q bo'lib ketganligi uchun 2 ni o'zi bo'ladi. Xo'p, minus 17 ko'paygan x plus 1 taqsim x plus 17 teng 0 ga. Endi qavslar ochib chiqamiz. 6 ko'paygan x plus 1 taqsim x ni qavs kvadrati. Bu bilan buni ko'paytirganimizda minus 12. Bu tomonda plus 17 turibdi. Shu bilan hisoblasak 5 bo'lyapti. Minus 17 ko'paygan x plus 1 taqsim x plus 5. Ana qaraydigan bo'lsak, belgilash kiritib ishlanadigan kvadrat tenglama hosil qildik. Endi biz buni x plus 1 taqsim x ni ga nisbatan tenglama yechishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu 6 ni bu tomonga bo'lib yuboramiz. x plus 1 taqsim x ni hamma ifodani 6 ga bo'lsak minus 17 taqsim 6 ko'paygan x plus 1 taqsim x plus 5 taqsim 6 teng 0. Ya'ni yangi kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Endi belgilash kiritmadim. Sababi buni o'zi ko'pchilik biladi. Tasavvur qilsak t deb tasavvur qilamiz ko'proq. T kvadrat minus 17 taqsim 6t plus 5 taqsim 6 ko'rinishdagi kvadrat tenglama bo'lganligi uchun belgilash kiritishga hojat yo'q. Bu yerda tanlab qo'yamiz. X plus 1 taqsim x ga nisbatan bu yerda tanlaymiz. Ya'ni ko'paytmasi 5 taqsim 6 ni yig'indisi 17 taqsim 6 ni beradigan sonlar 5 taqsim 2 bilan 5 taqsim 2 bilan x plus 1 taqsim x 5 taqsim 2 bilan 1 taqsim 3. Mana 5 taqsim 2 ni bunga ko'paytirsak 5 taqsim 6 ni beradi. Qo'shsak umuman qarash 6 ni tanlaymiz. Bunga 2 ta, bunga 3 ta tegsa, bunga 3 ko'paytirsa 15, bunga 2 ko'paytirsa 2 qo'shilsa 17 ni qaytib beryapti. Demak, bu yerimiz to'g'ri. Ifodani x ga ko'paytirib olsak, x ni kvadrati. Xo'p, plus 5 taqsim 2x bo'lishi kerak edi. Tenglikni chap qismiga bo'lsak, minus bo'lib ketyapti. Plus 1 teng 0. Bunga ham ko'paytmasi 1 da yig'indisi 5 taqsim 2 ni beruvchi bu yerda tanlashimiz kerak bo'ladi. x1 teng 2, x2 teng 1 taqsim 2. Mana bu yerlar chiqdi. Endi buni ishlaydigan bo'lsak, buni ham x ga ko'paytiramiz. x kvadrat minus 1 taqsim 3 x plus 1 teng 0.
buni diskriminant qilib ko'rsak 1 taqsim 9 minus 4 bu, ya'ni minusdan 35 taqsim 9, ya'ni bu 0 dan kichkina. Diskriminant 0 dan kichkina bo'lsa x ga tegishli bo'sh to'plam bo'ladi tenglamada. Demak, bizda 1, 2, 3. Ushbu x to'rtinchisi teng 11x minus 6 taqsim 6x minus 11 tenglamamiz 3 ta yechimga ega ekan. Xo'p, rahmat e'tiborlaring uchun.